Hurmatli do'stlar, hammaga salom. Siz bilan Diyorbek Ibragimov kanaldagi yangi videoga xush kelibsiz. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ozgina interyerimiz o'zgargan. Bu bizni Geek TVni shaxsiy studiyasi va nihoyat biz uni bitirib oldik. Bunga где-то bir 3 hafta vaqtim ketdi. O'tida planirovkasini, hamma narsasini, hisob-kitobini shaxsan o'zim qilganman. Va nihoyat mana bitirib oldik, Xudoga shukr. Bir o'zim desam ozgina yolg'on gapirgan bo'laman. Yana bitta odam bor edi, moralniy podдержка berib turgan. U odam kimligini hali aytmay turaman, bunga ozgina vaqt bor. Xullas, o'rtoqlar, mana shunaqa yangiliklar. Endi bizda shaxsiy studiyamiz bor. Geek TVni ishlari ozgina to'xtab qolgani sababi ham mana shu narsalar bilan shug'ullanib yurganim edi. Ya'ni sizlarga ko'proq kontent chiqarib berish uchun ozgina kontentni to'xtatib turishimizga to'g'ri keldi va e'tibor qilgan bo'lsanglar, oxirgi payt Office serialini 6 ta seriyasini biz 1,5 haftada chiqarib bo'ldik. Meni eshityapsanmi o'zim aytdim. Albatta eshityapman. Unda qaytar. Hozir eslayman. Men hammasini yozib olgandim. Sen aytdingki, Biz Alan bilan bonus dastur o'ylab topdik. "Hey, Alan qalay? Unga ayt. Met rasvo. Xo'pmi? Mendan yetkaz. Olg'a bayrat." Yo'q, aytmayman, Mayk. Yaxshi. Bitta sezonni biz 1,5 haftada sizlarga taqdim etdik. Bu degani bizni ishimiz tezlashdi, o'rtoqlar. Endi hech qanaqa pregradalar yo'q. Avval biz bitta seriyani zapis qilish uchun boshqa bir studiyani arendavat qilishimiz kerak edi. Ularni qachon vaqti bo'shashini kutishimiz kerak edi va soatiga katta summalar to'lashimiz kerak edi. Shu sababdan ham seriyalarimizni себестоимости, ya'ni narxi oshib ketayotgandi. Hozir narxlar o'sha. Chunki bizni mehnatimizni qadri baland, o'zimizga past baho bermaymiz, lekin tezlashdik. Ancha tezlashdik, o'rtoqlar. Endi bemalol qo'rqmasdan obuna olsanglar bo'ladi. Geek TV to'xtab qolmaydimi? Geek TVda seriyalar sekin chiqyapti degan narsa bo'lmasa ham bo'ladi. Bo'lmasin, o'rtoqlar. Chunki biz endi tezroq chiqaramiz hammasini. Hozir endi studiyani ko'rib oldinglar, qanaqa bo'lganini. O'ylaymanki, bunaqa darajadagi tiniq ovoz hozir boshqa studiyalarda yo'q. Toshkent bo'yicha ham qanaqadir zakazlar, dublyajga ishlar bo'lsa, agar siz o'zingizni loyihangizni tarjima qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni bu hozir bu narsani men rus tilida gapirganim ma'qul edi, chunki potensialniy zakazchilar bizda o'zbek auditoriya bo'lmaydi, rus Rossiyadan bo'ladi yoki umuman chet davlatdan bo'ladi. Endi xullas, tushunishsa tushunishib olar. O'rtoqlar, mana shunaqa Geek TVda bo'layotgan yangiliklarga o'tadigan bo'lsam, hozir biz Office serialini tarjima qilyapmiz. Juda ham zo'r serial, o'rtoqlar. Men o'zim yotib olib tomosha qildim bu serialni. Qayta ko'rishga majbur qiladigan narsa va ichingizda qanaqadir qayg'u yoki nimadir bo'lgan payti bu serialni ko'rsangiz, kayfiyatingiz ochadigan yaxshi, fayzli serial. Xullas, personajlarni ham yaxshi ko'rib qolasiz, ularga ko'nikib qolasiz. Shunaqa ajoyib bir serial. Buni biz tarjima qilyapmiz tez iloji boricha, chunki bu serialni birinchi fasli original Britaniyada olingan serialdan kopirovka bo'lib qolgan, ya'ni nusxalash bo'lib qolgan. Hamma narsasi nusxa olingan va britanlarning qo'polroq hazillari ham ko'chib ketgan amerikanskiy versiyasiga. Lekin ikkinchi sezondan boshlab alohida ssenaristlar o'tirib, alohida bu serialni ustidan ishlashgan va juda ham zo'r, juda ham qiziq voqealarni ko'rsatib berishgan. Ya'ni personajlarni ulg'ayishi, personajlarni bir-biri bilan взаимодействияsi o'zgargan. Bularning hammasi juda ham chiroyli, juda ham qiziqarli. Shunday ekan, o'rtoqlar, birinchi sezonni ko'rgan bo'lsangiz, ozgina bir g'alatiroq bo'lib tuyulgan bo'lsa, sabr qilinglar, ikkinchi sezonni ko'ringlar. Mana shu ikkinchi sezondan qiziq narsalar boshlanadi. Eng zo'r seriyalar mana shu ikkinchi sezondan boshlangan. Obuna bo'lishni tavsiya qilaman, o'tib qo'yinglar. O'rtoqlar aytgancha, bizda faqat Telegram guruh emas, platforma ham bor. Bu o'sha platformadan sotib olib tomosha qilinglar, o'rtoqlar. Uni bekorga ochib qo'ymaganmiz. Misol uchun, Telegram guruhdan biz sizlarni baribir ruchnoy qabul qilishimiz kerak. O'sha screenshot tashlaysizlar, biz uni ruchnoy qabul qilamiz. Lekin saytdan sizlar pul o'tkazasizlar, u hammasi avtomat ishlaydi. Avtomatiskiy tizimga ulangan. Sizlar srazu kirasizlar, srazu hamma narsani tomosha qilib
qilishni boshlaysizlar. Endi kimga Telegram qulayroq, kimga platforma qulayroq, endi bunisini ajratib olasizlar. Hozircha ikkalasini to'lovi alohida. Chunki bizni to'lov tizimimiz saytda payme ga ulangan, Telegramda bo'lsa u to'lov tizimi hech narsaga ulanmagan, ruchnoy. Shuning uchun ozgina mana shunaqa farqi bor. Tanlab olinglar. Va o'rtoqlar, o'yinlar masalasiga keladigan bo'lsak, GeekTV'ning endi bu doimiy mavzularidan biri bo'ladi. O'yinlar temasi Spider-Man Remastered o'yinini biz anons qilganmiz sizlarga, что biz mana shu o'yinni tarjima qilishni rejalashtiryapmiz. Bizga sponsorlar kerak, o'sha homiylar bizga sponsorlik qilsa, biz ertaga bu o'yinni sizlarga taqdim etamiz. Umuman, agar homiy chiqsa, tekinga taqdim etamiz. Hozircha bo'lsa bu o'yin donatda turibdi. Donatimiz ham unchalik ko'p yig'ilgani yo'q. Chunki menimcha ko'pchilikda qanaqadir ishonchsizlik bor, bu summa hech qachon yig'ilmaydi degan. Lekin men ishonaman, muxlislarning o'zi bu summani yig'ib bera oladi. O'rtoqlar, biz hozir Spider-Man Remasteredni qilyapmiz ekan, boshqa o'yinlarga bu o'yin to'sqinlik qiladi degani emas. O'rtoqlar, sizlar hozir hissiylarni qo'shishinglar mumkin bu o'yinga. Biz buni zo'r qilib tarjima qilamiz, keyin effekt beradi bu. Albatta, mediada, hamma joyda bizni dublyajimiz tarqaladi, odamlar ko'radi, ko'p prosmotrlar yig'adi. Bu 100% sponsorlar chiqadi. Agar siz hozir mana bu birinchi o'yinimizga yordam berib yuborsanglar chiqarishga, bu keyinchalik o'yinlar chiqish tezlashishiga katta turtki bo'lishi mumkin. Shunday ekan, o'rtoqlar, yaxshilab o'ylanglar. Misol uchun, kimdadir qanchadir summa chiqadi, ortiqcha deb bo'lmaydi endi pulni. O'sha bersa bo'ladi ham. Bemalol donat uchun hamma narsa ochiq turibdi, o'rtoqlar. Donat qilasizlar, определенный summa yig'ilish boshlagandan keyin biz uni tarjimasini boshlaymiz. Bu degani определенный summa deganimda men to'liq summani nazarda tutmayapman. Qanchadir mablag' yig'ilganidan keyin biz ishonch hosil qilamizki, bu o'yinga biz aniq mablag' yig'amiz va biz tarjimasini boshlaymiz. Yaqinda sizlarga demo variant sifatida ko'rsatamiz, o'yinni dublyaj qilamiz. Bir отрывокini chaqiradigan aktyorlarimiz hammasi знаменитый, taniqli aktyorlar bo'ladi. Ovozlarni eshitasizlar, baho berasizlar professionalizmga. Umid qilamanki, bu narsa yana bir turtki bo'ladi sizlarga bizni qo'llab-quvvatlashga. Shunaqa o'yinlar masalasi shu. Boshqa o'yinlarning tarjimasi, ya'ni yengilroq, kichikroq o'yinlarning tarjimasi hozircha kutib turibdi. Chunki biz studiyani qilishga vaqt sarfladik va o'yinni tarjimasiga endi qo'l uramiz, o'rtoqlar. Biz bilan bo'linglar. GeekTV'da hali ofisdan tashqari yana boshqa loyihalar chiqish boshlaydi. Bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Tarjimasi yaxshi qilingan, o'rtoqlar. Qanaqadir tsaplab qilingan, tushunib-tushunmasdan qilingan tarjima emas. Tarjimani ustida o'zim o'tiribman. Sizlarga ham yaxshi mahsulotni ravo ko'raman, o'rtoqlar. Shunday ekan, tomosha qilinglar. Bu bizning mehnatimiz. Siz uchun qilinyapti hammasi va umid qilamanki, hammasi o'zini oqlaydi. Sizga tomosha uchun rahmat. Xayr, omon bo'ling.